участие в розыгрыше. Достаточно смотреть наши эфиры. Когда на экране появится код, его нужно отправить в наш телеграм-бот. Его вы увидите на своем экране. С несколькими участников месяца можно ознакомиться на сайте 1tv.kz. Adam har Ramazonda osh qilib berardilar. Hidi haliyam dimog'imda turibdi. Men ham Ramazon oyini hech oilamdan ozod kutmagan edim. Lekin musofirchilikda ham iftorlik qilish boshqacha ekan. Shu kungacha faqat tayyor dasturxonga o'tirganmiz-da. O'zbekistonga qaytganimizdan keyin ikkalovini ham uyga chaqirib iftorlik qilib beraman. Bir odamni qo'llaridan osh yelaring. Vaqt bo'pti bolalar. O'zlaring qabul bo'lsin. Tuxumga. Ona, shunday gaplashib kelik. Assalomu alaykum ona. Ha, hozir og'iz ochib oldim. Yaxshiman, rahmat. Bolalar ham sizga salom aytishyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kerak. Tuzumisiz o'zinglar? Yuborgan pullarim yetyaptimi? Yaqinda yana yuboraman. Mendan umuman osh sovuq ekan ekan. Onam bo'pti, charchamang. Osh tashlaylar. Hammasi dinaysiz nima deyiladi?